Assalamu alaykum qarindoshlar. Oldingi soat darsimizda biz onliq kasrlarda qo'shish va elishni ko'rdik. Bu soat darsimizda biz onliq kasrlardagi ko'paytirish va bo'lishni ko'ramiz. Unda hozir qarab boqaylik. Qana birinchi savol 2.4 ko'paytirilgan 3.6 ekan shundami? Amaliyotda qanda onliq kasrlarning ko'paytirish va bo'lish qanda butun sonlarning ko'paytirish va bo'lishga o'xshab ketadi desak bo'ldi. Unda hozir ko'paytirib boqaylik. Masalan, 2.4 ga 3.6 ni ko'paytgan vaqtda qanda 2.4 ni yozdim shundami? Andan keyin 3.6 ni yozdim. Qanda biz xuddi chikit yo'qda, xuddi 24 ga 36 ni ko'paytganda ko'paytimiz. Unda esa 6 kar 4 necha? 24, 4 tushdi 2 ko'ngil shundami? 6 kar 2 12 ko'ngillik 2 bilan necha? 14. Unda 3 kar 4 necha? 12, 2 tushdi 1 ko'ngil. 2 nega tushdi? Qanda bu onlar xonasining ostiga shundami? 3 kar 4 12, 2 tushdi 1 ko'ngil. 3 kar 2 6 ko'ngildagi bir bilan necha? 7. Endi-chi osti-usti qo'shdik shundami? 4 ga qo'shilgan son yo'q, shu pet keldi. 4 2 ni qo'shsam-chi 6, 1 ga qanda 7 ni qo'shsam 8. Tamam. Unda bo'lsa masalan men 24 ga 36 ni ko'paysam qanda 864 chiqdi. Shundami? Lekin bu qanda 2.4 mavju 3.6. Miyada chikitdan keyin bir xona bor ekan, miyada chikitdan keyin bir xona bor ekan. Unda toplam chikitdan keyin 2 xona bo'lgandan keyin biz bunga qanda 2 xona ayirib beramiz. Javob tanlachi bo'ldi 8.64 bo'ldi. Unda o'sha ikkinchi savol qarab boqaylik. 0.3 ko'paytirilgan qanda 0.5. Men qanda xonasi ko'proq bo'lgan o'nliq kasrni odatda ustiga yozsam, texmi qulay bo'ldi. 0.15 ni ustiga yozdim, ko'paytirilgan 0.3. Shundami? 3 kar 5 necha? 15, 5 tushdi 1 ko'ngil. 3 kar 1 qanda 3 kar 1 3 ko'ngillik birlar necha? 4. 45 chiqdi shundami? Unda qaraydigan bo'lsak, chikitdan keyin qanda 2 xona bor ekan, miyada chikitdan keyin 1 xona bor ekan. Unda toplam chikitdan keyin 3 xona bor ekan shundami? Men buningga qanda 3 xona ayirib berishim kerak. Unda bo'lsa bu yerda mu qanda chikitdan keyin 3 xona bo'lish kerak. Unda bo'lsa javobdan necha? 0.45. Unda olsa 3-savol. 0.125 ko'paytirilgan qanda 2.3. Shundami? Bu yerda 3 xona bo'lgandan keyin chikitdan keyin men buni ustiga yozdim. Astigacha 2.3 ni yozdim shundami? Bu xuddi 125 ga 20 ni ko'paytganga o'xshash ko'paytimiz. 3 kar 5 necha? 15, 5 tushdi 1 ko'ngil, 3 kar 2 6 ko'ngillik bir bilan 7. 3 kar 1 shundami? 2 kar 5 qanda 10, 0 tushdi 1 ko'ngil, 2 kar 2 4 ko'ngillik bir bilan 5, 2 kar 1 qanda 2. Asti usti qo'shimiz 5 ga qo'shilgan son yo'q, shu pet keldi. 7 ga 0 ni qo'shsam 7, 3 ga 5 ni qo'shsam 8 shundami? 2 ga qo'shilgan son yo'q, shu pet keldi. Unda bo'lsa 125 ga 20 ni ko'paysak qanda 2875 chiqadi ekan. Unda bo'lsa bu yerda chikitdan keyin qanda 3 xona bor, bu yerda chikitdan keyin 1 xona bor. Toplam chikitdan keyin 4 xona shundami? Unda bo'lsa 0 qo'yib, chikit qo'yib beramiz. Unda bo'lsa eng oxirgi javob necha bo'ldi? 0.10 2875 bo'ldi. Unda biz 4-chi savol qarab boqaylik. Qanda 0.1234 ga 3.4 ni ko'paytirgan mashina ama 0.234 ni yozdim, anadan keyin 3.14 ni yozdim, ko'paytimiz. Unda 4 kar 4 16 da 6 tushdi qanda 1 ko'ngil, 4 kar 3 12 1 bilan qanda 13 3 tushdi 1 ko'ngil, 4 kar 2 8 ko'ngillik 1 bilan necha? 9. 3 ga keldi shundami? 3 kar 4 necha? 12. Nega yozibdik 12 ni? 3 kar 4 12, 2 tushdi 1 ko'ngil. 3 kar 3 9, ko'ngillik 1 bilan 10, shundami? 0 tushdi 1 ko'ngil. Unda 3 kar 2 6, ko'ngillik 1 bilan 7. Asti usti qo'shsam, 6 ga qo'shilgan son yo'q, shu pet keldi. 3 ga 2 ni qo'shsam 5, shundami? 9 ga 0 ni qo'shsam 9, 7 ga qo'shilgan yo'q, shu pet keldi. Qaraydigan bo'lsak, 0 dan keyin 3 xona bor, bu yerda 0 dan keyin qanda yana bir xona bor. Toplam 0 dan keyin 4 xona bo'lish kerak shundami? Unda bo'lsa 0 butun qanda 10 mingda 7956. 0 butun 10 mingda qanda 7956. Eng oxirgi savol. Qanda 0 butun mingda 4 shundami? Ko'paytimiz 0 butun %32 ekan. Unda bo'lsa bu yerda 2 xona, bu yerda qanda bir xona deb qaraymiz. Birlamlikka nima qanda qaraydiganligini deb bermi. Unda 0.32 ni qanda yozdim. Bunicho 0.4 ni yozdim. 4 kar 2 necha? 8, 4 kar 3 necha? 12. Shundami? Unda bo'lsa qanda men 32 ga 4 ni ko'paysam 128 chiqdi. Qanda chikitdan keyin 2 xona, chikitdan keyin 3 xona bor ekan. Toplam chikitdan keyin 5 xona, shundami? Unda bo'lsa qanda chikitdan keyin 5 xona bo'lish kerak. Mana 128 2 0 shunami? 5 xona bo'ldi. Unda bo'lsa javobdan necha? 0.00 qanda 128.
Unda olsa köpəytishni qanda usuli bir xuloslasak, biz qanda xuddi bütün sonlarni ko'paytgandek, xuddi 15 ga 3 ni ko'paytgandek, xuddi qanda 125 ga 23 ni ko'paytgandek ko'paytimiz. Ko'paytib bo'lgandan keyin bu yerda chikitning keyinda 3 xona, chikitning keyinda 1 xona. Toplam chikitning keyinda necha xona bo'lsa, shu xona ayirib bersak bo'ldi. Ha, unda bo'lsa biz qanday navbatda o'nliq kasrlarni o'nliq kasrga qanday bölüşga qarab baqayli. Masalan, birinchi savol 2 bo'lingan 0.5 ama bu qandaqsiga bo'lishildi? Masalan, 6 bölüngen 3 deb bir ifoda bo'lsin. Shundaymi? Men buni qanday 3 dan 6 ma'qul shaklida yana qanday kesir shaklida yoza olmayman. Amaliyotda bu bir kesir, shundaymi? Bu qanday kesir sizliqi ustidagi surat ostidagi makhraj. Yana qaysi ma'noni ifodalaydi? Suratni makhrajga bo'ling degan gap. Bu ikkisi qanday shakl jihatdan o'xshamaydi, lekin qanday ma'no jihatdan o'xshash degan gap. Unda o'zi men buni qanday 6 bölüngen 3 deganni ma'qul shaklda yozib olgan chig'imda, shundaymi? Bularni o'nliq kasrlar qanday bo'ldi? Hisoblash texnik oddiy bo'ldi. Texnik chiqdi. Masalan, 2 ni 0.5 ga bo'ldik ekan. Unda bo'lsa, men buni bir kasr deb qarab, ya'ni oddiy kasr deb qarab, asti ustiga o'xshash bir sonni ko'paysam, shundaymi? Oddiy kasrning xususiyati surat va makhrajga 0 dan boshqa bir sonni ko'paysak yoki bo'lsak, qanday qimmat o'zgarmaydi deydigan. Unda bo'lsa, men buningga nechini ko'paytiraman? 10 ni ko'paytiraman. Nima uchun? Chunki 10 ni ko'paytgan vaqtimda bu chikit qanday bir xona keyniga mangdi? 0.5 5 bo'ldi, usticha 20 bo'ldi. 20 ni 5 ga bo'lsam necha? 4. Unda biz bundan narsa o'rgangan shundaymi? Masalan, 10 dan 3 deb bir narsa bo'lsin. Qanday oddiy kasr bo'lsin, bu 3 ninki qanday butun son. Chikit nada? Keynida. Unda buni 10 ga bo'lgan vaqtimda bu chikit qanday bir xona oldiga mang'atdi shundaymi? 100 ga bo'lsam-chi 2 xona oldiga mang'atdi. Masalan, 245 qanday 100 dan 245 bo'lsa, butun sonning chikiti mayada. 100 ga bo'lgan vaqtimda bu chikit qanday 2 xona oldiga mang'ib necha bo'ldi? 2,45 bo'ladi. Unda agar 2,45 ni qanday 100 ga ko'paysam, avval 10 ga ko'paytay, 10 ga ko'paysam qanday? Bu chikit bir xona keyniga mang'ib 24,5 bo'ldi. Agar 2,45 ni 100 ga ko'paysamchi, bu qanday 245 bo'lib, ya'ni bu chikit qanday 2 xona keyniga mang'di. 10 ga bo'lsam oldiga qanday bir xona, 10 ga ko'paysam keyniga bir xona mang'di ekanmi? Shunlashqa buni 10 ga ko'paytgan vaqtimda qanday 5 chiqdi. Mana qarab baqaylik bo'lsa, men asti ustiga qanday qilman? 100 ni ko'paytiraman. Usti necha bo'ldi? 24 bo'ldi shundaymi? Bu chikit 2 xona keyniga mang'di. Unda bo'lsa, astiga 100 ni ko'paytimiz. Necha bo'ldi? 1000 bo'ldi. Ana dekincha qisqaramda albatta qisqaraydi. 4 ga bo'lsam qanday? Miyada 250, miyada 6. Yana qisqaraydi shundaymi? Yana 2 ga bo'lsam, asti 125, usti qanday? 3 degan gap. Unda biz 3-chi savol qarab baqaylik. 2,4 1,5 ekan. Men asti ustini qanday qilaman? 10 ga ko'paytiraman. Nima uchun? Chunki qanday biz amal bu xil tipdagi qanday o'nliq kasrdan qochimiz. Ya'ni qanday butun son chiqarishga tirishimiz 15 dan 24 bo'ldi. Qisqaramda albatta 3 ga bo'lsam, qanday mayada 5, mayada 8. Javobdan 5 dan 8 deb yozib qo'ysaqmi bo'ldi. Yoki qanday buni o'nliq kasr qilibman desak, agar qanday o'nliq kasr qilishni o'rganganmiz shundaymi? Makhrajda qanday 10 ning qanday musbat butun son quvvati shaklida yozishga tirishdik. Asti ustini 2 ga ko'paysam necha bo'ldi? 10 dan 16 shundaymi? 16 butun son chikitmayadi, unda 10 ga bo'lsam 1,6 chiqdi. Biz 1,6 qo'yib qo'ysaqmi bo'ldi yoki qanday 5 dan 8 6 da qo'yib qo'ysaqmi bo'ldi. Bu oddiy kasr 6, bu chu o'nliq kasr 6, qimmat jihatdan birisi-birisiga teng. 4-chi savol qarab baqaylik. Shundaymi? Unda bo'lsa 7 bo'lingan 0,5. Asti ustini 10 ga ko'paytgan vaqtimda asti 5, shundaymi? Ustichi 70. Anondan ikkinchi e'longan asti ustini 10 ga ko'paysam 6, ustichi 30. Miyat 0,1 shundaymi? Chikitdan keyin bir xona bor ekan. Unda bo'lsa 10 ga ko'paysam bu qanday? Butun son bo'lib ketadi. Ustini 10 ga ko'paytiramiz 100 bo'ldi. 70 ni 5 ga bo'lsak necha? 14. 30 ni 6 ga bo'lsam-chi 5 qo'shilgan. 100 ni 1 ga bo'lsam-chi qanday? 100. 14 dan 5 ni olsam 9, 9 ga 100 ni qo'shsam-chi 109. Shundaymi? Unda bo'lsa 5-chi savol qarab baqaylik. 2 ga 1,2 ni qo'shadi ekanmi? 2 qanday? 2 ning keyinda 2 degan butun son chikit keynida shundaymi? Qo'shimiz 1,2. Unda qo'shgan vaqtimda 2 ga qo'shilgan narsa yo'q keldi. Chikit qo'shsam chikit, 2 ga 1 ni qo'shsam necha? 3. 3,2 bo'lingan 0,16. Qanday qilamiz? Necha ko'paytiraman? Bu yerda chikitdan keyin 2 xona bor, bu yerda chikitdan keyin 1 xona bor. Agar men asti ustini 10 ga ko'paysam, usti 32, asti 1,6 bo'lib qoldi. Chikit mayak keldi shundaymi? Shunlashqa biz buni 100 ga ko'paytamiz. 100 ga ko'paytgan vaqtimda qanday? Asti 16, usti qanday? 320 bo'ldi. Yana 5,4 deb bir son bo'lsin. 10 ga ko'paysam necha bo'ldi?
10'ga köpəysəm çikit keynigi bulab qanda 54 buldu. Əgər 5,4-ni qanda 100'ga köpəysəmçə bu qanda 540 buldu. Yəni çikit keynig kilib yəni 10 köpəytkəndikən qanda 540. Onda olsa hazır qanda 32'ni 16'ga bölsəm neçə? 2 şundamı? Ma 0 şüp etkildi cavabdan 20. 6-cı sual qarab baxaylı. Şundamı? Qanda davrilik onluq kəsir. Şundamı? Unutub qalmağandımız. Bunun formulası batdı. Onda olsa formulası qandaqdır? Mesela A bütün B, C, D de bir onluq kəsir bolsa, C, D keyinki iki xanısı qanda davriylənən bolsun. Yəni qanda təkrarlanğan bolsun. Onda olsa mən bunu qanda xudu müşahid çikit yox dək. A, B, C, D dep yazımı. Anandakı davriylənməyən qismini qanda elə ötümüz. Şundamı? Onda olsa çikitga qaraymiz. Çikitdən keyin qanda bir xanı davriylənən bolsa 1,9, iki xanı davriylənən bolsa 2,9, bir xanı davriylənməyən bolsa 0 qoyub turamiz. Shundaymi? Unda olsa men buni qanda oddiy kasr holatida yozib qo'yay. Qanda xuddi mishada chikit yo'qdek 42 ni qanda ko'chirib yozdim. Shundaymi? Davriylanmagan 4 ni elib etdim. Chikitdan keyin bir xona davriylanibdi. Shundaymi? 2 davriylanibdi. Bir xona davriylanmabdi. Unda olsa bu yerda xuddi chikit yo'qdek ko'chirib yozdim. Davriylanmagan 0 ni qanda elib etdim. Bir xona davriylanibdi. Shundaymi? Unda olsa üstü 38 90dan 38 shundaymi? Qanda qisqarsam-ku necha bo'ldi? 2 ga bo'lasam 45 dan necha? 38 ga 2 ga bo'lsam necha? 19. Shundaymi? Asti-ku 9 dan 3. 9 dan 3 deganni qisqarsam necha bo'ldi? Asti-üstü 3 ga bo'lsam 3 dan 1. Unda olsa men yozay. 45 dan 19 bo'lingan qanda 3 dan 1. Unda olsa 45 dan 19 ko'paytirilgan necha? Dum keltirdik shundaymi? 1 dan 3. Qisqaramdi? Albatta qisqaraydi. 3 bilan 45, ikkilisini qanda 3 ga bo'lsam miyada 1 qoldi, miyada 15 qoldi. Javob necha? 15 dan 19. Unda bo'lsa bugungi qana bizning darsimiz yana onluq kasrga onluq kasrni ko'paytirish va bo'lish mush yerda oxirlashdi. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat.